judayam xursandman va bunaqa natijaga erishaman deb hech o'ylamagandim. Xudo xolasa bu hali hammasi boshlanishi. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Salomatmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Cho'tiramni ishlatyapman. Bo'ldi, o'chdi shekilli. Nima bo'lgan bu? Cho'tta mashina tushunmayapman-da. Hop. Ne uçmayapti bu? Bo'ldi, o'chdi xullas. Boshini yengida tushunmay qolaman shunaqa payt. Hop. Kecha 13-dekabr 22 yoshni qarshi oldim. 22 yoshga to'ldim. 22 yoshgacha mana shu fursatgacha 3 yil davomida universitetda o'qib kelganman. Ozmi ko'pmi insonlarni tug'ilgan kunlari bilan xursand qildim. U yoqdagi emotsiyani men o'zim his qilaman deb yurardim. Lekin hech qanaqasiga his qila olmas ekanman. 50% ga his qila olmas ekanman. Chunki o'zimga ham xuddi shunaqa syurprizlar qilishganda men to'g'risi shok sostoyaniga tushib qoldim. Hozir men sizlarga ushbu video orqali bir kun davomida nimalar sodir bo'lganini hammasini aytib berishga va videolar orqali ko'rsatishga harakat qilaman. 13-dekabr birinchi bo'lib 00:00 da men Instagram hamda Telegramga mana bu videoni qo'ydim. Ya'ni ota-onamga rahmat etib, onamni, otamni tabriklar deb mana bu videoni qo'ydim. Bu videoni faqat oxirigacha ko'rishni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Nimaga ekanligini video davomida albatta ko'rasizlar, lekin bu videoni boshlashdan oldin men sizlarga bitta she'r o'qib bermoqchiman. Bugun meni tug'ilgan kunim. Ammo meni tabriklamang bas. Onalik unvonini olgan onamgadir tabrik, menga emas. Bugun sizga tashakkurnoma aytmoq uchun dil otlandi. Bayram asli tug'ilganning emas, tuqqanniki hisoblanadi. Qaytgancha sizga bir go'zal rahmat aytdi tilaklar bisyor. Kelin bo'lib kelar ekanmish, agar yoqsa sizga u dildor. Tug'ilgan kun muborak deya tabriklamang siz meni bexos. Siz onamni tabrikka ko'ming, meni yaxshi ko'rsangiz biroz. Bu she'rni men bekorga sizlarga o'qib bermadim. Yodlamoqchi edim, lekin bu she'rni yodlash uchun, aytib berish uchun ancha katta kuch kerak. Lekin hozir bu videoni onajonim, otajonim ko'rib o'tirishibdi. Mana 22 yildir kim? Mana shu sizning o'g'lingiz shu fursatgacha yaxshimi, yomonmi, ozmi, ko'pmi sizlarga qo'ldan kelgancha yaxshi gaplar olib kelishga harakat qildi va bundan keyin ham Xudo xolasa bundan ham zo'r natijalarga erishishga men sizlarga va'da beraman, harakat qilaman. Sizlar hamisha yonimda bor bo'lsanglar, baxtimga sog' bo'lsanglar, baxtimizga sog' bo'lsanglar, qanchaki baland bo'lsa ham tog'larni zabt etishga harakat qilaman. Bugun sizni farzandlaringiz, ya'ni mana shu Umidjon farzandingiz 22 yoshni qarshi oldi va bugun sizni eng yaxshi kunlaringiz hisoblanadi. Chunki bugun siz o'g'il farzandli bo'lgan kuningiz. Hamma meni tabriklashi mumkin, lekin mana shu videoni ko'rib turganlar agarda meni ozgina bo'lsa ham hurmat qilsanglar, meni emas, ota-onamni tabriklanglar. Ular xursand bo'lsin, ular xursand bo'lsa, men ham xursand bo'laman. 22 yoshim, xush kelding. 22 yoshim muborak bo'lsin. Ana ko'rdinglar, video o'tgan ekan. Ko'rdinglar, mana shu videoni qo'ydim. Undan keyin esa 00:00 da uydagilar o'zi harakat qilyapti. Meni chaqirishdi, tug'ilgan kunini tabriklashdi. Keyin bir pas turib Abdulloh kirib keldi. Kelinglar davraga, aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun akamni deydim desam, bugun ukamning tug'ilgan. Men hayron qoldim. O'ynayotganman, keyin tap etib qarasam, marhabo Shokir qizi, opajonim kirib kelibdilar. Bu boshqacha narsa bo'ldi. Shok sostoyaniga tushib qoldim. Uni ham mana bu video orqali ko'rsanglar bo'ladi. Sog'inib tonglarim
alaykum hammaga. Bugun Umidjon Jalolov, ya'ni ukajonimning shukronalik ayyomlari. Biz ro'parasi 12:00 da ularni tabriklaymiz deb Abdulloh bilan birgalikda yo'lga chiqqanmiz. Abdulloh ham yo'ldalar. Inshaalloh Umidjonni kutilmagan vaziyatda o'zlarini yo'nalishlari bilan kirib borib xursand qilish niyatidamiz. Alloh yo'llarimizni bexatar qilsin. Umidjon, tug'ilgan kunim qachonligini opam bilmaydilar deb balki o'ylarsiz, ammo opingiz hamma narsadan xabardor. Marhabo Shokir qizi hamma narsani biladi dedi. Inshaalloh tez orada, daqiqalarda xonadoningizga boramiz, ukajonim. Va nihoyat mana uylariga yetib keldik. Umidjon, shu yerdaman. Madina bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Mana yetib keldik. Mana yetib keldik. Qalaysiz? Opam shu yerda ekanlar, mana oldinki bo'ptilar. Shutamiz. Mana tinch opam. Abdulloh qayerga keldik? Abdulloh. Mana Umidjonning opalari. Biz shu yerdamiz Umidjon. Bir o'zingizni ham hayratlantiraylik. Hadisiz kutilmaganda kirib kelaverasiz. Ketdi. Yoki siz boshdan ozgincha bir aytdim. Kelinglar davraga bugun ukamning Sana hayratlantıracaksın. Onali vakti sabahı olsun. Tebrikliğimiz. Merhaba Şokir. Sakitleyen bam değil. Soracağım ben. Ya.
taqdinglar. O'zim kelmadi. Oparma qoldi. Ya bugun ya realli bor. Akamni deydimi dedi, ukam deb qoldi. Abdullohni yutganmi tug'ilgan kunda? Avvalambor hammalarga assalomu alaykum otajon, onajon. Eng avvalo Umidjon uchun emas, sizlar uchun keldim. Negaki bugun sizlarni ayyominglar, biringlarga otali baxti, biringlarga onali baxti muborak bo'lsin. Alloh xayrli qilsin. Anka turaydi. Bugungi kunni sababchisi Umidjon. Ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Nafaqat ota-onangiz, jigarlaringiz, bizlarni baxtimizga ham sog' bo'ling. Mana shunaqa hammaga kerakli inson bo'lishdan hech ham charchamang. Hech ham vaqt topolmaysiz. Vaqtlaringiz yetmay qolsin ishlaringiz uchun, xayrli ishlaringiz uchun. Negaki kerakli insonni oilasiga, o'ziga vaqti bo'lmay qoladi-da. Men nimaga xursandman? Otajon, onajon doim o'g'linglarga aloqaga chiqsam, otajon hozir telefon qilaman deydilar, lekin aloqaga chiqolmaydilar. Demak o'ylayman, voy bechora ukajonim, haliyam ishlari bilan band, haliyam demak uylariga bormaganlar. Bugun nima demoqchiman? Mana shunday insonni bizga ro'paro qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Mana shunday ukam borligidan bugun faxrlanaman. Aynan bugun emas, doim tanishgan kunimdan boshlab faxrlanganman ukam bilan. Umidjon men uchun hammani o'rnini bosadigan insonlar. Dilimdagi izhorlarim loyihasining boshlovchisi Jalolov Umidjon. Adajonimni tug'ilgan kunlari bo'lsa Jalolov Umidjon, Abdulloh. Onajonimni tug'ilgan kunlari bo'lsa ham butun qarindoshlarimizni tug'ilgan kunlarida har doim xizmatdalar. Va oilaviy o'zimizni yig'ilishlarimizda ham shunchaki chaqirsam mana shu ikkita ukajonim har doim yonimda. Alhamdulillah. Jigarimdek yaqin insonlarim. Mana shunday farzand o'stirgan har doim aytardim, Umidjon, ota-onangizga rahmat, sizga farzand o'stirgan derdim-da, videolarda shu videoni ko'rsatib qo'ying derdim. Ana endi o'zingizlarga yetish nasib qildi, shunday farzandni ulg'aytirib o'stirgan, go'zal tarbiya qila olganingiz uchun eng avvalo sizlarga rahmat. Va sizlarning tarbiyalarini oqlab, harakatda doim yaxshilik tarafdori bo'lganlari uchun Umidjon sizga rahmat. Birinchi marta sizga yig'layotganimdan xursandman. Umidjon, o'zingiz har doim aytasiz, siz bilan tanishgan kunim hali ham esimda turadi. Mashxona dedi. O'sha joyga ko'rsatib oldim. Hozir qachda ko'p ketaman. Hop, o'sha tanishgan kunimiz meni ham hali ham esimda. Haqiqatan Sevara ham menga marhabo navodam, mana shu bolani guruhingizga boshlovchi qilib ololmaysizmi deb menga taklif kiritganlar, videoni tashlaganlar. Qarang, bular xonadonlarga borib tabriklashar ekan. Bunda ko'ryapman deb ikkalaligi o'sha zo'r videolar men ko'ryapman, yoqyapti menga deb. Sraz aloqaga chiqyapman. Yaxshimisiz, tizimimisiz, endi biz bir-birimizni tanimaymiz. Men ularni ko'rganmanmi, ular meni ko'rmaganlar. Sraz men ularga ish taklif qilyapman deb. Ular zakazi bor deb o'ylayaptilar, men ularga ish taklif qilyapman. Mana shunaqa qilib Alloh qalbimizdan xohlagan niyatimizga yetkazgan deb bizani. Haqiqatan ham Umidjon Abdulloh bilan qiyomatli aka-ukalarimiz, alhamdulillah. Shunday ukani dunyoga keltirib berganingiz uchun sizlarga rahmat aytaman. Umidjon, bir siz bilan aytganda, biz siz bilan faxrlanamiz ukajonim. O'qishda ham, ishlaringizda ham omad, zafar doim hamrohingiz bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz ekanligini yozda bilganman. Bugun tug'ilgan kuningiz ekanligini. Abdullohga aloqaga chiqib. Abdulloh ham aytib qo'ying. Abdullohga aloqaga chiqib, Abdulloh mabodo Umidjonni tug'ilgan kunlarini bilsangiz, menga ayting, o'tib ketmadimi? Men
boshqacha tabriklashim kerak. Bo'ldi opa dedilar, mana hali bor dedilar, 13 dekabr kuni dedilar. Abdullohdan bilib qo'yganman, lekin Madinaxonga ham aloqaga chiqib rostdan shunaqami? Tug'ilgan kunlari bo'ldi, unda siz menga yordam berasiz dedim. Sening bilan ukamni yordamlari bilan bugun xonadoninglarga kirib keldim. Alhamdulillah. Rahmat aytamiz va bir she'riy tuhfani ham ukajonimizga atab o'qib berish niyatimiz bor. Yurgan joni omonlarida, kelgan yurak somonlarida, Toshkentimning tomonlarida qiyomatli ukam bor mening. Arazlari jonga tegmagan, dilga alam armon ekmagan, bandasiga boshin egmagan, qiyomatli ukam bor mening. G'ururi bor, ohori bor qo'sha, yurishlari shaxtga shaxt qo'shar. Kastim shunday deb qo'yasiz. Shoshqin daryo misoli jo'shar, qiyomatli ukam bor mening. Jonga yoqar har bitta so'zi, porlab, chaqnab turadi ko'zi. Onasining, otasining g'ururli o'g'li, qiyomatli ukam bor mening. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh sizni shunday baxt bilan siylasinki, inshaalloh dunyodagi eng baxtliman degan baxtlilar ham sizni baxtingizga havas qiladigan, aynan o'zingizga o'xshab qalbi pok, dili pok, otam, onam deb ardoqlavchi eng yaxshi soliha qizlarni Alloh nasib qilsin. Sizlarga esa soliha, qoriya, kelin qizlarni nasib qilsin. Xonadoningizga kelin emas, qiz bo'lib kirib keladigan soliha qizlarni Alloh bersin. Umidjon Nasrovaga Xudoyberdi otajonim, Zulfiyaxon onajonim, yana bir bor aytaman, mana shunday farzandinglar bor, sizlar boshinglarni mag'rur ko'tarib yurishlikka arziydigan g'ururli, she'riy tuhfamizda aytganimizdek orli, yurishlari shaxtga shaxt qo'shadigan, doim qo'llari ko'ksilarida tabassum ila turadigan ukajonim bor. Alloh rozi bo'lsin. Nega Umidjon doim yuzlarida kulgi bilan yuradilar desa, otalari, onalari shuni to'g'ri, sizlarni videolarda ko'rganman, ammo jonli endi ko'rishyapmiz-da. Rahmat deymiz sizlarga ham. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Ilohim farzandingizni rohatini, kamolini ko'ring. Mana shunday farzandlarni, mana Madinaxondek farzandlarni ulg'aytirib, aka, go'zal tarbiya bera olganingiz uchun Robiya. Hammalarga rahmat aytamiz. Robiyaxonni ham taniymiz, Robiyaxonni. Ilohim singizga ham yelkadosh bo'lib, ular uchun onajoningizdagi mehribon, g'amxo'r bo'la olishni nasib qilsin. Akajoningizni yonlarida doim zabardast turib, yelkama-yelka turib, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ammajonisi. Ayyom muborak bo'lsin hammalarga. Mana shu hamma yaqinlaringiz bilan birgalikda Alloh baytida mehmon bo'lishni nasib qilsin ilohim. Kabatulloh qarshisida hamma yaqinlaringiz bilan qatorilardan xato bo'lmasdan inshaalloh labbaykalarni aytib borishni nasib qilsin. Inshaalloh. Tanishib bo'lsin, siz bo'lsin. Yana bir bor ayyom muborak bo'lsin. Shokda qalyapti. Ojiz. O'tirib ola qolaylik. Hayotingiz. Marhamat. Kelib o'tirib ola qolaylik deb gapiradi. Umidjondan bitta bo'lsin. Hayotim faqat baxt va quvonchli bo'lsin. Video. Men kutganim nima edi? Shu ertaga bir telefon qilib qolsalar kerak axir. Otajonim telefon qilib qolsalar kerak deb kutgandim, lekin unaqa 12da Abdulloh birinchi kirib, undan keyin siz kirishingiz bu
uydagilar tabriklashib biladim, haqiqatdan bu shok holat bo'ldi. Plan bo'yicha ketdi hammasi. Shunday xotin to'g'risi, kattakon rahmat deganidan juda ham xursandman. Uyimizga mehmon bo'lib, shunaqa tabriklar, mana shu tabrik biz o'zimizga borganimizda ham baribir Bilinmadi, turmadi. xursand bo'ladi. Ular his qilgan narsani 50% his qilar ekanmiz-da. 100% juda ham og'ir narsa ekan. Bu haqiqatdan kutilmagan narsa bo'lar ekan. Rahmat kattakon. Juda ham deymiz, har doim mana shunday orzuli dunyoda orzular qilamiz. Saro bu armonni bir chetga surib, mana shunaqangi ko'zingiz qumlab, labingiz kulib yuring deyman. Eng baxtli insonlardan. Hayotda shunday baxtli inson bo'laylikki, baxtdan qochaman, omadga tutaylik. Omaddan qochib, mehr chashmasidan suv ichib hayotimizni yanada baxtli davom etaylik. Qaddimiz hamisha tog'lardek baland, qalbimiz qordek nafis, qadrimiz nondek aziz bo'lsin. Hayotimiz faqat quvonch bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Kelinglar, Abdulloh. Hamisha tinchlik xotirjamlik sog'lik salomatlik bo'lsin. Hamisha hamma ishini rivojlanaversin. Yaxshi o'g'il to'kin sochim bo'lsin Allohim. Hamisha xursandchilik bo'lsin Allohim. Umijon o'g'lim men umri uzoq bo'lsin, tanjoni sog' bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, ishini rivojlanaversin, o'qishlariga rivoj bersin. Allohim hamisha xursand bo'lib yursin Alloh. Hammamiz ham uyimizda to'kin sochim bo'lsin, to'yli bo'lsin Allohim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati qina azoban rahmat. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Salomat. Ko'rdinglarmi? Bunaqa tabrik, ota-onaga rahmat, shuncha e'tibor, shuncha harakat, shuncha rahmatlarni ota-onaga eshittirish bir kun men uchun juda ham katta orzu edi. Mana sekin-sekin orzuyimga amalga oshdi. O'zim ham yig'lavordim, o'zim ham his qildim. Boshqacha narsa bo'lar ekan va gapirishga men hattoki gap so'z topolmay qoldim. Va uydagilarim tabriklashdi. Shu bilan marhaba Shokir qizini kuzatib bordik. Ertalab bo'ldi. Ertalab men birinchi bo'lib 9 ga ustozim Shuhrat aka bir kun oldin kengashga video tashlagandilar. Hamma ham musir bo'yatibdi, hozir videosini ham qo'yaman. Xo'p, hurmatli kengash a'zolari, men necha marta aytayapman sizlarga, xona toza tursin. Umuman qaralmayapti. Qiz bola kiradigan xonaga o'xshamaydi, to'g'risi. U bo'lsa hozir ham har xil gaplarni gapirib ketdi. Mana-da, misol mayli endi bu musor bo'lsa oladi deymiz-ku, lekin baribir mana kiyimlar yotibdimi bu yerda? Nima ahvol? Imzo qo'yib tashab ketyapti. Kim yig'ishtiradi bu narsani? Kim? Menga aytinglar. O'g'loy bor, Sabina bor, Shahzoda bor, Sabrina bor. Mana bu musor yig'ilganiga endi o'zingizlarda ham mana menimcha yaqinda 1 oy bo'ladi-da mana shu narsaga. Hammani yig'i umid ertaga. Sen o'zing ham javob berasan-da bu narsalarga. Men ichini qaranglar, men ichini qaranglar-da. Nima ahvol? Hozir idish tovoqlarni ham ko'rsataman hozir sizlarga. Mana qaranglar endi. Ahvolni qaranglar, bu nima ahvol bu? Nima ahvol? Umid mana qara. Kimdir damlagan, ichmagan ham. Ahvolni qara, mana bilan qara. Muruni. Вообще uborsan gapirganicha bor ekanda. Detskiy sad xonangiz xafa bo'lmang, xonangiz detskiy sadda yotibdi-da. Hamma ertaga shetda bo'lsa, pichoqlar yotishini qarang. Pichoqlar bolalar muammo narsa pichoqlar, bilasizlar? Xolodilnik mana qaranglar. Narsa qo'ygansizlar, eshik yopilmaydi. Xolodilnik kuyadi-yu ertaga. Xolodilnik kuyib qoladi-yu. Umid 9 ga yig' hammasini ertaga. Mana pichoq yotibdi, anta pichoq yotibdi. Va bu bunaqa narsa turish kerak emas-ku, staloy emas-ku bu. Shunaqa vahima qildilar-da. Hamma ham musor bo'yatibdi, ertaga hammani soat 9 ga majlisga chaqiraman dedilar. Bilmayman nimadir bor. Men o'zim uxlab qolman. Kechasi chunki soat 2 da uxlagandim.
ertalab soat 10larga yetib bordim. Ko'rsam hamma kutib o'tiribdi, hamma tabrikladi. Hammada emotsiya nol. Keyin bunyod etyapti, aka ustoz jahllar chiqib kelyapti, deyaptilar. Bildim, lekin ustoz kelyaptilar, xursand. Ustoz bilan komanda tabriklayapti meni. Hamma tabriklayapti o'sha yerda do'stlar. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Shamlari nimaga suyuq shamlar? Bu yo'nalish soliq, buxgalteriya va Zajgalka ham. Uchotlik yurmay qarab bilib. 25 mingni voz kechib yuborgan nimada? Xush kelibsiz yosh. O'zi o'shanaqasi. Odina keldim men. Qarang. Odina qoldi. Tabriklaymiz. Burningga tekkizmoqchi. Bunyod ishlatsin. Ozgina tezsa nima qilibdi, aka? Men sizda borda-yu, men Jamona nomidan. Rahmat, ustoz kattakon. ochiladi. Senga hammasi kerak narsalar. Men ozginasini ochib, O'z- byudjetimizni shunga. Bulim ko'p bo'lsa. Umid bilan beraymiz faqat. Bulashish kerak narsa. Mana qarang. Men aytganmi? Yo'lmi? Yo'l ko'rsatyaptim, qayerlarga. O'zi ma'muni qisdi bo'ldi. Ma'muni sirasi o'yladim, umid baribir dedim, liboy narsani tiqib qo'yadi, mana shu keladi. Hozirgisini almashtirib oling. Undagi kasachizga tushadi. Chakligasiz. Urmang, naqs. Aka, Aka bilasiz. bilan soat kelishim kerak. Urma, naqa qiling. Mana Xolos, men ustoz ham turgan ekanlar. aka qartamonlamaligi. Qaranglar. Ana qarang. Voy, tushmidados qo'limda. Yo'q kellar, deb turinglar. Bizani to'g'risi qolib ketmaydi. Hamma ish kerak turibdi. Ish kerak. Burniga qarab. Toza ekan. Qo'lni Qo'lingdan. Qo'l. Yomon bo'ldi. Tez ekan, quyon ekan bu. Qarasa, quyon ekan keladi. Nima? Ota-onaning orzu maqsadlarini amalga oshiradigan farzand bo'lgan, nima deydi, har doimgi tilagim hammanglarga o'zingga o'xshagan shogirdlar nasib qilsin, yaxshi ustoz bo'lgin. Ta'limda qolinglar deb hammanglarga tilak qilaman. Qolinglar, mana shu nima deydi, bizani jamoani siyosatini yo'lini davom ettirish nasib qilsin. Yaxshi joylardan ato qilsa, endi soliqdan bo'ladi, balki boshqa joydan bo'lar. Yaxshi joylardan ato qilsin. Yaxshi yigitsan, mana jamoani birlashtirding. Atrofingda yaxshi jamoa yig'ildi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, yoshlar masalalari bo'yicha baribir men tajriba davomida ko'ryapman, baribir yetakchi ko'p narsa bog'liq. Chunki zamdekan yig'ilishdan ortmaydi, sen yana kelyapsan, Gold Vision. Yig'ilishdan ortmaydi, tashvish o'ziga yarasha, u kimga nima topshiriq berish va bu topshiriqlarni amalga oshirishda asosiy yordam beradigani bu albatta Xudo fe'llar, haqiqat u. Kelajakda bo'ladi. Xo'sh, aka, avvalambor qo'ling ko'rasiz bilan tabriklayman. Yoshlardan ko'pini ko'ring, sog' salomat bo'ling, ota-onangiz orzu qilgandek farzand bo'ling. Endi qancha yaxshi tilak tilasak ham kam, bizani shu darajagacha olib keldi, shuncha jamoani birlashtirdingiz, shunaqa oilani siz tuzdingiz, keyinchalik ham o'zingizni ishlaringizda, faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Chapak qani? O'g'il. Okey, hamisha sizlar quvnoq bo'lavering. Ota-onangiz yaqin insonlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, yuzdan quvonch hamdam armasin. Kelajakda ishlaringizga zafarli omad tilayman. Xolis oqibat shunaqa yo'qolmasin deb qo'llarim.
U raqamlida. Ani kim kengisi? Endi-da mana yoshi katta biz mendan kichkina shu. Tug'ilgan kuningiz bilan. Umringiz uzoq bo'lsin. Avvalambor ota-onangizga rahmat. Ular bo'lmasa shu tuzilmas edingiz. Albatta. Xo'p, shular aytgan hamma narsa orzuyingizga yeting. Qarovchi sog' salomat bo'lib yuring. Miyangizga besh ketaman, shu miyada har doim qoling. Bundan 22 yil Ha, charchamaydigan. 22 yil oldin. Umidda da shoxonaga boradi. To'g'rimi? Qancha kun bo'ldi? Mana shunaqa tabriklashdi, hammaliga rahmat aytishdi, shunaqa jamoani birlashtirganingizga, shunaqa bizga yetakchi bo'layotganingizga va shunaqa biza bilan bitta jamoada bo'lganligingizga rahmat deyishyapti. Juda ham xursand bo'ldim. Undan keyin o'tirib to'rt yedik ustozlar bilan-da. Men soat 12:00 da Sergelidagi 68-maktabga borishim kerak edi. U xayriya tadbiri bor edi. Gulnoz opa ustozim chaqirgandilar. Men bunaqa tadbirlarni qoldirmaslikka harakat qilaman, iloji boricha boraman. Chunki kimnidir xursand qilsam, juda ham men xursand bo'laman-da. Tem bo'lib o'sha kuni o'zimni tug'ilgan kunimda o'sha payt kimnidir xursand qilsam, men yanada xursand bo'lardim. Va bunga yordam bergan Gulnoz opaga kattakon rahmat aytaman. Bordim. Birinchi kurs talabalar birinchi kurs bo'lishiga qaramasdan hamma narsani tashkil qilishgan va ushbu joyda, o'sha tashkil qilingan joyda o'tkazishda oxirida hammani o'ynatib, sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan maza qilib, dodajonlar, buvijonlar maza qilishdi va oxirida qani mani qo'shiqchi bolamni deyaptilar-da. Mana men shu yerdaman desam, rahmat, ota-onangga rahmat, sog' salomat bo'lgan deb duo qilishyapti-da. Vau, deb ishoninglar. Shuncha yoshi ulug' odamlar duo qilyapti. Baxtli bo'lgan, qo'shganing bilan qo'sha qaragan, o'qishlaringni omadini bersin, elga shunaqa suyukli bo'lib, hammani xursand qilib yuravergin deyishyapti. Vau, ishoninglar. Uni ham hozir videolarni qo'ysam, ko'rsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi kun hammangizga muborak bo'lsin. Va hozir sizlar bilan bitta qo'shiqni birgalikda kuylamoqchiman. Albatta, bu qo'shiqni 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma bilsa kerak. Albatta, bu qo'shiqni xursand bo'ling. Rahmat.
ajoyib. Ana endi bugungi kunda mana shu onajonlarimiz, otajonlarimizni davramiz markaziga taklif qilib, bir go'zal sho'x qo'shiqqa birgalikda raqs qilishamiz. Ketdik. Bor o'yining ziyosi bor. Bugun 68-maktabda biz xayriya tadbiri o'tkazdik. Qanaqa bo'lgani hozir video davomida bitta ko'rsanglar bo'ladi. Ishoning, bunaqa yosh ulug' insonlarimizni ozgina bo'lsa yuziga tabassum yurg'izgan bo'lsak, biz maqsadimizga erishgan bo'lganmiz. Bor o'yining ziyosi bor. Bugun 68-maktabda biz xayriya tadbiri o'tkazdik. Qanaqa bo'lgani hozir video davomida bitta ko'rsanglar bo'ladi. Ishoning, bunaqa yosh ulug' insonlarimizni ozgina bo'lsa yuziga tabassum yurg'izgan bo'lsak, biz maqsadimizga erishgan bo'lganmiz. Shunaqa xursand qilib o'tkazdik va undan keyin yana men o'qishga qaytishim kerak. Gulnoz opani o'zlari o'qishdan qaytarib olib keldilar. Qaytarib olib kelganlaridan keyin 7-binoda mushoira kviz bor edi, klassika mushoira klassika bor edi. Shunda kirsam, ana ustozim bo'ladilar. Zebiniso. Kiroman, cho'ta настроение yo'q-da. Men bilan anaqa so'rashyaptilar. Unda oddiy so'rashyapti. Keyin chiqasizmi dedilar. Qaqqasan shu tashqariga. Xo'p dedim-da, tashqariga chiqib ketdim birgalikda. Chiqsam bu yerda Abdurahmon, O'ral akalar tabriklashdi. Keyin ikkinchi binoga bordik. Ikkinchi binoda networking clubda ham tadbir bo'tgan ekan. O'tib turdim-da, keyin men qolaman, siz ketavering dedilar. Bu yerdan telefon bo'tdi. Quvonchbek, Rayhon, qattasiz deb. Hozir chiqolmadim-da, 30-yilni ikkinchi binoda qoldilar. Men 7-binoga kelsam, 7-binoning tagida mana bunday qilib meni kutib olishdi. Umidjon, biz ular adashsiga yangi palto olib berish kerak bo'libdi. Galstik bilan qara kelishgan ekan. Paltani qara. Umid bo'lmasa edi. Umid. Ana. Yana yuring de. Xuddi kutmaganda o'xshatmang. Uy tabriklashadi deb aytganman. Ular yonga qolsa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Rahmat. To'yangiz bilan Tomchini tashkiliy guruhidan sizga sovg'a qishqo'lar. Tomchidan sovg'a olish qanaqa bo'ladi endi? Sog' bo'ling. Rahmat. Duo qilib Tomchidan oldik. Eng qizig'i bitta gap aytayim.
Bu video reelsga ketadi. Tashlab bermaylik Umidga iltimos. Ketdi, post ketdi. Tomchilik hech qachon o'rningiz yo'qolmaydi, bilasiz. Har doim biz bilan aktiv bo'lib, konsertlarimizga, aksiyalarimizga kelib yuring. Yozganlarni maqsadi shu o'zi. Konsertga olib borish buni maqsadi. Rayhona juda puxtada tunlay. Voy, yomon bilan. Rahmat. Eng arzon Umidjon. Ko'rasizlar ham kichkinagina narsa, lekin men juda ham xursand bo'ldim. Shunchalik tashkiliy guruh tomonidan tabriklashdi. Sovg'a berishdi. Вообще juda ham xursand bo'ldim. Va undan keyin mushoira kuyuzga chiqdik. Mushoira klub. Lekin takoy. U yoqda o'tirdik. Zebrasi hali ham yo'q. She'r yozishni boshladik. Ikkinchi, uchinchi she'rni yozdik. Keyin Zebrasi keldilar, birpas o'tirdilar, keyin yana chiqib ketdilar. Keyin yana nimadirlar mushoira kuyuz tugayotdi. Mushoira kuyuz tugagandan keyin oxirida karaoke bo'ldi. Hozir uni videosi hammasi to'liq menda bor. Karaoke bo'lgandan keyin menga aytayotdi Dilyorbek, bizda mehmon bor deyapti. Men qor bor deb hammani baqirtiryapman. Hamma xursand, emotsiya, balobatlar. Bilib turibman kimda kirib keladi hozir. O'tdi, lekin albatta Zebuni borligini bilaman, nima. Keyin tap bo'ldi-da. Sitora guruhi deb Zebuni adolat O'ta Hilola to'rt bilan kirib kelishdi. Shunda katta zalda shuncha odam oldida tabriklashdi. Shunchalik emotsiya bo'ldi. Uni videoni ham ko'rsanglar bo'ladi. So'ngra quyoshim bo'lib kel, kunlarim yorit, tunlarim oyim bo'lib kel, dardimga sherik, ohista qon barglarimga, shabnamginam, to'ydir mani sevging bilan. Erkaginam kel, bag'rim to'ldirib, kel pichirlab gaplashaylik, g'amlar unutib, sarob bo'lsin hasratlarim, seni sevging ko'rib, baxtimdan quvonib yurib. Sev meni hammadan ham ko'p, ko'ksimga boshing qo'yib, so'ymayli jonim so'ra xo'p, keyin meni oshiqligim ko'p. Sev meni hammadan ham ko'p, ko'ksimga boshing qo'yib, so'ymayli jonim so'ra xo'p, keyin meni oshiqligim ko'p. Hoppa! Ko'limga yoqar ohusan, boshimni aylantirgan jodusan. Kel o'zing sevgingni ko'rsan, qalbimga o'zing orolsan. Mayli kim nima desa desinlar, tushunmaslarda mayli ko'rsinlar. Sen meni sev shunchalar, o'rgansin oshiq devonalar. Sev meni hammadan ham ko'p, ko'ksimga boshing qo'yib, so'ymayli jonim so'ra xo'p, keyin meni oshiqligim ko'p. Sev meni hammadan ham ko'p, ko'ksimga boshing qo'yib, so'ymayli jonim so'ra xo'p, keyin meni oshiqligim ko'p. Bravo! Hurmatli ijodkorlar, bizda kutilmagan mehmon bor.
kutilmagan mehmon bor, barchamiz tanigan, bilgan, tayyormi? Kitoblarimiz safida Qorbobo. qanaqa kuchli bor bu ya? Sizlar tayyorlanib o'tiring. Management fakultetini yetakchisi, bizlar esa iqtisodchi klubi yuruvchilarimizni bizga xuddilarni jigarli bo'lib qolganlar. Bu odam ancha yildan beri taniymiz. O'shaning uchun shu fursatdan foydalanib tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. 22 yoshingiz muborak bo'lsin. Har doim shunaqa ko'nglingiz ochiq, kulib yuring. Ota-onangiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Umidjon, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklamoqchimiz va judayam xursandmiz siz bilan bitta jamoada ko'rik tadbirda nima bo'lsa ashulami videomi nima bo'lsa doim birgamiz. Judayam xursandmiz. Rahmat kattaroq bizlarni yonimizda. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Hali ham kechmas. Jamshid aka. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. 400 mi? 4 shirinlarga rahmat. To'g'risi kattakon rahmat. Kutilmagan o'zi odamda eng topib bo'ladigan narsa bu kutilmagan emotsiyasi bo'ladi. Mana shunaqa kutilmagan emotsiyani hozir men o'zimda his qilib turibman. O'shani gapirishim sal nimadir bo'layotgan bo'lsa uzr so'rayman. Tabriklagan barchaga alohida mana shu ishda Sitora guruhini tanishtirdilar. Zebo, Atolar, Lola va barcha mana shu
ssenariyni tashkillashtirishga yordam bergan. Ko'rdim, u yoqda chiqaverdilar, ular ham chiqib ketaman dedi va ketmayman dedi. Nimadir bor ekan. Hammasi uchun kattakon rahmat. O'yinni davom ettiramiz. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Iqtisodchi yulduzlarni yuraklari. Короче, biz hozir umid tug'ilgan kun tabriklaymiz bir-birimiz. Kimmiz? Iqtisodchi yulduzlarni yuraklari. Umid qilsangiz bilasiz. Mana futbolni To'g'ri, sahnada Ota-onangiz baxtli, sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Umidjon sizni tug'ilganingiz Va barchani shu ssenariyni tashkillashtirishga hammasi uchun ko'ryapsizlar qanaqa emotsiya, kutilmagan narsa-da bu. Va undan keyin chiqdik, 205-xonaga bordim. 4 ko'rdinglar, uchib ketib qaytib tushib, nimadirlar bo'lib, bolalarga birinchi kurs tayyorlandimga hammani og'zida esimda kesib yetirdik. Va menga telefon bo'ldi. Marhabo, Shokir qizida. Yana bir bor telefon qildilar. Va tug'ilgan kunimdan Sevara opa, Marhabo Shokir qizi hamda o'zim Madina opam nomlaridan telefon orqali dil izhori tabrik qilishdi. Uni ham ko'rsanglar bo'ladi. Aziz ukajonim, Alloh taolo umringizni ziyoda qilsin. Hamisha hardam yuzlaringiz mana shundayin yorug' bo'lib, martabangiz esa bundan-da ulug' bo'lsin-u, el-u yurt koriga yaramoqlilikdan sira ham charchamang. Rahmat. Qo'l ochib qilayotgan duolaringizni ijobati-yu, niyatlaringizni ro'yobini ko'rib yuring. Rahmat, kattakon opajon, rahmat. Tashakkur aytamiz sizga ham. Oila atalmish muqaddas Dilimdagi izhorlarim loyihasi. Telefon orqali xursand qilibdilar. Bugun juda ham ko'p narsa bo'ldi. Hammasi sizlarga aytib beraman. Inson bo'la olganingiz uchun, qalbi toza, iymonli, otam onam deydigan opalari uchun, qalqon bo'la oladigan uka bo'la olganingiz uchun bugun mana shuncha ardoqlanmoqdasiz. Ukajonim, bugun 3 nafar opajonlaringiz Sevaraxon, Madinaxon, Marhabo Shokir qizi nomlaridan sizga atalgan chiroyli dilizhor maktublarimiz ham bor. Biz esa mana undan keyin esa men bugun Umidjon akamni onajonlarini ham tug'ilgan kunlari edi. Onajonlarini oldilariga Yunusobodga bordim. Abdulloh keldi, yomg'ir quyib yotibdi. Umidjon aka hayajonda nimadirlar harakat qilibdilar. Hozir to'xtab turing, bitta narsani berib bundoq qarayman. Salyut deb o'ylayman, lekin salyut emas edi. Hayron qoldim. Uncha e'tiborim tortmadi. Endi qaragandek bo'ldim-da. Keyin Abdulloh keldi, ichkariga kirib ketdik, onajonlarini tabrikladik. Ular ham juda ham xursand bo'lishdi. Rahmat Umidjon, seni ham tug'ilgan kuningdan tabriklayman deyishdi. Keyin tashqariga chiqolmay, emotsiyani olaman, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu dünya arzimas onun yoshiga, darhol yo'llamasin onun boshiga. Yosh qo'shilib bugun ulug' yoshiga, tavallud kuningiz muborak onam. She'rlarim ichida jo'shurgan olam, bag'rimda saqlagan nozik gul odam. Yashang bu dunyosi sizniki onam, tavallud kuningiz muborak onam, muborak onam, muborak onam, tavallud
dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Abdulloh Umidjon aka o'zlari ishlatdilar. Bu akani taniydiganlar bo'lmasa kerak, ko'pchilik taniydi Umidjon akani. Bugun 13-dekabr, meni juda ham ko'plab insonlar tug'ilgan kunim bilan tabriklab xursand qilyaptilar. Lekin bugun mana shu akajonimni ham onajonlarning tavallud kunlari. O'zlari orqaga chiqib Umidjon tabriklab bermasangiz bo'lmaydi, men ularni xursand qilishim kerak deb aytdilar va biz bugungi kunda o'zimizni xursand bo'lganimiz sababli qolganlarni ham xursand qilish uchun qadam qo'ydik va onajonimizni juda ham xursand qildik. Yoki o'zlaridan. Addushi, rahmat kattakon. Mana shu Umidjon bor ekan, meni oyimlar har yili shunaqa xursand bo'ladilar. Haligi kutdilar, baribir men endi mana aytolmaydi hech qachon, lekin men sezdim buni. Chunki Umidjonning ovozi ham to'g'risini maqtash emas, masalan, shiradi. Mana Abdulloh akamiz endi ashula aytganda to'g'risi men o'zim yig'lab bor edim, lekin anta video olayotganda yig'lamadim-da to'g'risi, lekin orqadagi xolamda haqiqatan yig'lab bordilar. Videolarga tushgan. Ularni ham ko'rsatamiz hozir. Haqiqatan yuragi ezilib ketdi. Bir maza qilyaptim. Abdushi, Umidjon rahmat. Salomat bo'ling. Biz ham inshaalloh Xudo xolasa yaxshi kunlarda zo'r xizmat qilishni Alloh nasib qilsin inshaalloh. Ilohim, aytganingiz kelsin, yaxshi kunlarda doimo birgalikda bo'laylik. Mana shunaqa onajonlarimizni, yaqin insonlarimizni yaxshi kunlarda doimo mana shunaqangi xursand qilib yurish hammamizga nasib qilsin va bugun bu stories oxirgisi emas, juda ham ko'plab storieslar qo'yiladi, chunki aka ishoning bugungi kun men uchun juda ham unutilmas, esda qolarli kun bo'ldi. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar, hali bu boshlanish. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Rahmat. Emotsiyani olganimdan keyin Umidjon aka og'aynilariga videoni yo'q deyaptilar. Hayron qolman. Nimaga unaqa deyaptilar? Endi o'zlari uchun arxiv qoldilar deb o'yladim-da mana. Keyin bu yoqda qarasam 70 Cobalt turibdi. Dark Line'da, Dark Blue'da. Cho'ta Ural akaning mashinasi degan miyamda shunday o'tdi, bitta chapga qarasam, komanda va deb salutda baqirishyapti. Wow deyishoni, yomg'ir quyib yotibdi. Xilap-pushkalar tirs-tirs otib, o'tdi Abdulaziz aka, Abdurahmon, Ural aka, Quvonchbek, Og'abek mashina turibdi-da, kamera, video, tortlar bilan ularni tortni uflatib, tortni urib, xullas tabriklab o'zgacha narsa bo'ldi. Umidjon aka aytayotdilar, siz meni yaxshi kunimda har doim yordam beryapsiz. O'zingiz tug'ilgan kuningiz bo'lmasligiga qaramasdan onajonim kelib tabrikladingiz. Men ham sizni xursand qilaman deb niyat qildim. Mana alhamdulillah o'xshadi. Mana siz ham xursand bo'ldingiz, men ham xursand bo'ldim. Bolalar mana qarang, hurmatli bolaga shuncha odam keldi. Abdulazizga aytayotdilar-da, hamma bolalar nomidan tabriklab yuborishdi deyaptilar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Happy birthday Fakat dünya maçı var, kadar gidelim. Ularning yaxshi insonsiz ko'rsatmasin. Hamisha ota-onalar orzusidagi xalqimizga ardog'idagi yaxshi insonlardan bo'ladi. Mana jamoa bu, jamoadagilar hammasi hurmat qiladi. O'shani hurmatni yo'qotmang, o'zingizga bo'lgan e'tiborni yo'qotmang. Hamisha mana shunaqa yetuk kadrlardan bu hammaning ko'nglidagi yaxshi inson bo'lish nasib qiladi. Yana bir marta rahmat. Yuzi bilan chiroyli. Yuzlarni olib qo'yinglar. Kejonimman. Abdushi, rahmat. Abdushi, juda xursand bo'ldim. Nima deydi? Odam uxlashga keladi, mana shu keladi. Nima deydi? Odam uxlashga kelgan deb turibmiz, aytib. Sevmaydi kiradi. Qachon kiragan bo'lar deymiz. Qo'mman, mani 70. To'rtta o'ralashga qilib. Vallahi
Tozalab ketinglar, hop Abdulla. Faqat yavash, tozalab ketasizlar. Hop. Ularning yaxshi insonsiz, ko'rsatmasin. Hamisha ota-onaga orzusizlarga, xalqimizga ardog'idagi yaxshi insonlarga. Qalisiz? Rahmat. Jamoadagilarni hammasi surpriz qildimmi? O'shanda hurmatni yo'qotmang, o'zingizga bo'lgan e'tiborni yo'qotmang. Hamisha mana shunaqa yetuk kadrlardan bu hammaning ko'nglidagi yaxshi inson bo'lib yurish nasib qiladi. Yana bir marta Kattakon, yuzi bilan chiroyli. Yuzi ham olib qo'yinglar. Jo'jonimni. Abdushi, tabriklayman. Abdushi, juda xursand bo'ldim. Anav qilib, nima deydi? Mana shu keladi, mana shu keladi. Odam o'g'lish kelgan deb turibmiz, ayni. Sevmaydi kiroq. Qachon kirar ekan bular deymiz. Qo'yman, mani yeb qo'yish. Cho'tta o'ralash qilib tarif qolmasin, deyman. O'ralagan mashinamizni deyman. Cho'tta o'xshash. Menimcha bekor kelmasdan. Bu yerga keladi, mana bu yerda uchish keldinglar. Muzika happy music qo'yilgan, hamisini qarab olmaysiz. Вообще, rahmat kattakon, xudo bo'lsin. Rahmat kattakon, rahmat. Sazovor bo'lsin. Hammaga kattakon rahmat. Og'a bergan bor. Og'a bergan. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka. Zo'tindiroqmi? Yaxshi bo'ldingizlar? Xursand bo'ldim. O'z ko'pchilikka yaxshi xudo aka. Topgan. Ya, вообще, hozir qaranglar, nima bo'lganini moshlarni ustiga qaranglar. Ya, Mijor aka. Bilmayman, boshqacha narsa bo'ldi, videoda qo'yaman. Yana bitta surpriz bo'ldi. O'sha bugungi kunning hisobida o'sha 5-si, 6-si bo'ldi bu narsa. Aka, kattakon rahmat. Rahmat, mana to'g'risi shuncha niyat qildim o'zim. Umijon keladi, faqat men tabriklayman. Yo'q, Umijonni ham bugun tabriklaymiz deb, Doniy bilan bugun qilamiz deb, haligi narsa xursand bo'lish kerak Umijon ham. Hurmatga sazovor bo'ladi. Haqiqatan hurmatga sazovor bo'lar ekan. Bir mashina bolalar keldi. Gap yo'q. Gap yo'q. Allohning nazari tushgan bolasi. Rahmat. Men o'zim xursand bo'lib ketdim. Narsani bo'lganiga siz xursand bo'ldingiz. To'g'risi xursand bo'ldim. Bir mashina ichida qarang. O'ral aka bor, Abdulaziz aka bor, Abdurahmon, Quvonchbek. Ishoninglar, Og'abey media Bo'stonliqqa ketdi-da, aka. Mediamiz Bo'stonliqqa ketdi, u ham bor-da. Unda ham kelamiz deb qancha harakat. Gap yo'q lekin. Bu yoqdan hamma barcha koordinatorlar ham tabriklab yuborishibdi. Hammaga kattakon rahmat va videolarni albatta men qo'yaman. Yana aloqaga chiqaman xullas. Shunaqa narsalar bo'ldi. Undan keyin uyga keldim. Oyimga hammasini aytib beraman, hamma xursand. Bu yoqda hammaga rahmat aytib qolaman. Undan keyin menimcha hech narsa bo'lmadi-yu. Undan keyin yana bitta yaqinimni tug'ilgan kuni, onajonim tug'ilgan kuni bo'lib qoldi. Soat 12da 13:14 ga kechasi. Bo'ldi dedim, tabriklaymiz dedim. Borib ularni ham tabrikladik va shuning bilan bir kunligim o'z nihoyasiga yetdi. Mana bunaqa videolar oldim. Yaz başını bugün, bunun yaşıya, kalanın gününgiz, mübarek onam, şerlerim içinde, coşurgen onam, bağrımda saklayan, nazik gül onam, yaşayın bu dünyası, sizniki onam, eng baxtli onlar mana shu daqiqalar hisoblanadi. Qarang, bu quvonchni his qilish uchun ozgina harakat qilsangiz yetadi. Mübarek ona,
siz ham xuddi shunaqa xursand qilgan bo'lardingiz. Ana shunday go'zal atmosfera va bugun 14-dekabr уже 13-dekabrdan ertalabdan beri ko'chada yuribmiz. Bolalar hammalik sotda, Abdulloh sotda. Abdulloh kechqurun 12da ham meni yonimda edi, hozir 12da ham meni yonimda. Ana. Yaxshi bo'ladi. Biz bilan tabriklayman bugun. Yana bir bor tabriklaysan. Bugun yana bir onajonimiz tug'ilgan kunlar bilan tabriklashga muvaffaq bo'ldi. Biz yana tabriklayman. Qarang, siz o'zingiz tug'ilgan kuningizni ikkita onajonim qilsin tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yaxshi. Ana shunaqa xizmatlar, ana shunaqa narsadan juda ham xursand bo'lamiz. Yana kimga shunaqa xizmatlar kerak, albatta pastdagi nomerlar bo'yicha qilinglar va bugungi, ya'ni 13-dekabr kuni nima bo'lganini men hamma sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, kuzatishda davom etinglar. Qo'ng'ir yog'ishini. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga xayrli tun tilab qolamiz, chunki soatimiz 1 bo'lyapti. Kecha 13-dekabr Instagram, Telegram barcha tomonlama tabriklayotgan insonlar, yaqinlarimga kattakon rahmat aytaman. Shunchalik tug'ilgan kun bilan tabriklar, tilaklar bildirib, xursand qildinglar. Men juda ham xursand bo'ldim. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Kattakon rahmat va 000 da kirib Abdulloh ukam bilan marhabo Shokir qizi va oila a'zolarini tabriklashdi. Kattakon rahmat. Undan keyin ertalab fakultetim Zamdekanim, Shuhrat aka va barcha jamoa a'zolarim, Bunyod, Durdona, Firdavs hammalik birgalik tabriklashni o'ylagan. Kattakon rahmat. Undan keyin xayriyat tadbiriga bordim. Xayriyat tadbirda onajonlarimizni, dodajonlarimizni xursand qildim. U yoqda ham keyin u yoqdagi talabalar bizani tabriklab, meni tabriklab yuborishdi. Ularga ham kattakon rahmat. Gulnoz opaga kattakon rahmat. Va u yoqdan qaytganimdan keyin esa Rayhon boshchiligida Tomchi tashkiliy guruhi, bu yoqda Quvonchbek, Xondamir, Abror, O'ral aka, Abdurahmon barchaligiga kattakon rahmat, Yulduzga kattakon rahmat. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Undan so'ng mushoira kuyizda mazza qilib she'rlar yozib, o'zimizning shoirlik qobiliyatimizni rivojlantirdik. Undan so'ng esa meni yaqinlarim Zebo, Adolat, Hilola, Jamshid hamma narsani Jamshiddan so'rashgan ekan. Qatta Umidjon aka qatta deb tabriklashdi. Juda ham xursand bo'ldim. Undan keyin bir Umidjon akamning onajonlarini tug'ilgan kunlari bilan xursand qilish kerak edi. U yoqqa bordik va onajonni xursand qilganimdan keyin Umidjon akamning o'zlari ham Abdulaziz aka, O'ral aka, Quvonchbek, Og'abek, Abdurahmon, xullas barchaligiga yana surpriz qilib meni xursand qilishdi. Hammalarga kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunchalik kichkinagina harakatim, shunchalik e'tibordan chetda qoldirmagan ekansizlar. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar. Va Xudo xolasa ushbu narsani yozganlarga, tabriklaganlarga, xullas hamma tabriklarga kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin va yana bir bor 22 yoshim muborak bo'lsin. Rahmat. Xullas shunaqa narsalar bo'ldi bir kun davomida. Ushbu kunda mana bu video o'zim uchun arxiv bo'lib qoldi. Buni kim ko'radi, kim ko'rmaydi bilmadim, lekin eng avvalo oila a'zolarimga, ota-onamga, mana shuni mana shunaqa farzand, ishoninglar, hamma Instagram, Telegramda tabrik yozyapti-da. Har doim mana shunaqa pozitiv va nima deydi, lider bo'lib yuring deydi. Har doim hammaga kayfiyat ulashasiz. Umidjon hamma gapini oxirida mana shu narsa bor-da. Men to'g'risi hayron qoldim. Odamlarga shunchalik kayfiyat ulashar ekanman. Men bundan juda ham xursandman va bu narsani men yana davom ettiraman. Ishonaveringlar, men bu narsani yana davom ettiraman. Hammaga kayfiyat ulasham. Menga shunchalik yaxshilik qilib, mana shunaqa yaxshi kunimda meni xursand qildinglar. Men sizlarga bu narsani 2 barobar qaytaraman. Har qanday vaziyatda men sizlarni qo'llab-quvvatlab, men sizlarga yordam berib, men sizlarning kayfiyatlarini ko'taraman. Men bunga so'z beraman. Chunki bu hayotda hammamiz o'tib ketamiz. Kimdandir yaxshilik qiladi, kimdandir yomonlik. Lekin harakat qilishimiz kerak, hech kimga yomonlik qilmaslikka va har doim yaxshilik qilishga. Oddiy mana shu tabassumimiz bilan, men ana shu tabassumim bilan men shuncha odamning ko'ngliga tushgan ekanman. Shuncha odam menga mehr qo'ygan ekan. Shuncha odam meni hurmat qilar ekan. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalarga kattakon rahmat, tabriklaganlarga va ko'chada ko'rib qolgan, universitetda ko'rib qolsam, Umidjon aka tabriklayman deb. Tanimayman uni, lekin meni tanishadi. Alhamdulillah. Men bu narsalarni nima bilasizlarmi? Qancha orzu qilganman-da. O'tgan yili oddiy yoshlar ittifoqi guruhida bunda rasmni qo'yib tabrik chiqsalar, juda ham xursand bo'lardim-da. Foto endi fakultetda chiqyapti, bu yoqda ustozlar tabriklashyapti. Komanda shuncha odamlar tabriklayapti deb to'g'risi. Men bunda juda ham xursandman. Men bunaqa natijaga erishaman deb hech o'ylamagandim.
Xudo xohlasa bu hali hammasi boshlanishi. Hammasi shuncha odam mehr. Bu mehrni men to'g'risi o'zim his qila olmayapman. Men shu narsaga haqiqatan arziymanmi degan narsa meni ichimdan o'tyapti-da. Men sizlarga yana bir bor kattakon rahmat aytaman. Hammasi uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men sizlarga albatta bu narsani 2-3 barobar qilib, har doim qo'limdan kelgancha yordam berib qaytarishga men albatta harakat qilaman va so'z beraman. Hammaga rahmat. 22 yoshim xush kelibsan. Bir kunlik narsamni sizlarga gapirib berdim. Sog' salomat bo'linglar. Eng avvalo meni oila a'zolarimga, undan keyin yaqinlarimga va o'sha zakovat zalida tug'ilgan kunimni tabriklashga asosiy eng katta narsani baribir Zebnisoni ustozim, yaqinim, jigarim tashkil qilganlar bilaman. Sizga kattakon rahmat. Bu yoqda qolgan yordam berganlarga, ssenariylashtirganlarga, bu yerda ko'p narsani men bilaman-da. Bu yoqdan Dilyorbek bilan misol uchun ruxsat bermagan, lekin bu yoqda chiroyli gapiryapti Dilyorbek. Aka, siz bundan ham zo'rga loyiqsiz, bunaqa, lekin bu yerda o'zi ruxsat bermagan tadbir buzishga-da. Lekin baribir ham takassi harakat qilib, xilola kirib, urush berib qilamiz, tabriklaymiz. Kutingiz yonmabdimi deb hammasini aytib, baribir tabriklashgan. Men juda ham xursand bo'ldim. Hammanglarga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Bu video o'zim uchun arxiv qoldi. 22 yoshimni ilk kunlar mana shunaqangi yaxshi o'tdi. Bundan keyingi kunlar ham xuddi shunaqa zo'r bo'lsin. Hammaga yaxshi kayfiyat. Kuzatishda davom etinglar. Umidjon Jalolov 22 yoshga kirdi. Xudo xohlasa Umidjon Jalolov bu videolarni oradan 10 yil o'tgandan keyin ko'rib, albatta yaxshi xotiralar bilan eslaydi va unaqa paytda shunaqa yaqin insonlar atrofida juda ham ko'p bo'ladi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.